Nozim aka, qiyatga qaramay hamma Dubay haqida pluslarni aytyapti. O'zingiz minuslarni aytib bering. Aslida minuslar juda ham ko'p, lekin men siz uchun top 5 tasini aytaman. Soliqsiz daromad. Bu deganiki, oylik daromadingiz, ijaradan keladigan foydangiz bu to'liq sizniki. Ikkinchisi, hayot, yashash sifati va farovonlik. Yuqori sifatli tibbiy xizmat. Uchinchisi bo'lsa, zamonaviy infratuzilma va xavfsizlik. Dunyo bo'yicha eng xavfsiz shaharlardan biri. To'rtinchisi, ko'chmas mulk, kripto va turizm va boshqa biznes sarmoya qilish uchun juda ham qulay. Beshinchisi va oxirgisi, diniy bag'rikenglik va madaniyatlar aralashuvi. Ukam, yana nima savollaringiz bor? Javoblaringiz uchun kattakon rahmat Nozim aka. Agar sizning savollaringiz bo'lsa, kommentariya qoldiringlar.